Senga bu qanday bo'lganini aytib bersam. Men Zimbabveda edim. Endigina quduqni bitirgandik. Bir kishi bilan ko'rishishimiz kerak edi. Do'stimga aytdim, men yuvinib olishim kerak dedim. Cho'milib chiqib telefonimga qarasam, menejment tomonidan SMS kelgandi. Ular so'rashdi, Twitterni ko'rdingmi dedi. Bu nima deganing dedim. Keyin telefonimga qarab hayratda qoldim. O, bu Rokku dedim. To'g'risini aytsam, o'sha kuni men uxlamadim. Bilasanmi, bu juda ham ajoyib. Sen o'z hikoyangni aytib berasan va ular kimlargadir yetib boradi va kimlarnidir ilhomlantiradi. Bu biz yashayotgan hayot. Nima gap og'ayni? Kattakon rahmat. Va nihoyat seni ko'rib turganimdan xursandman. Thank you, man. Brother. Good to finally meet you. Thank you. Sen meni yana ham qattiqroq ishlashimga ilhomlantirding. Rahmat senga bu uchun. Menga ishon, bir kun kelib men chempion bo'laman. Ishon menga. Seni hikoyang meni o'rnimdan turg'azib yubordi. Bir paytlar meni ham bor yo'g'i $7 bor edi. O'shanda Mayamida edim. Sen ikkinchi jangingda g'alaba qozonding va bu jangda g'alaba qozongan futbolkangni sotib, vataning Zimbabveda o'z qishloqdoshlaringga quduq qurdirib berganingni ham eshitdim. Sen bu pullarni mashina yoki uy ijarasiga sarflashing ham mumkin edi. Aynan shu ishing seni aslida kimligingni ko'rsatadi. Sen haqiqiy erkaksan va bularni barchasini o'zingga aytish uchun yoningga uchib keldim. Men doim seni qo'llab-quvvatlayman. Rahmat senga, rahmat. Men sendan juda minnatdorman. Men senga qayerda yotishimni ko'rsataman. Qani ketdik unda ko'rsat. Birinchi jangimda yutqizgach Afrikada ko'p qola olmadim. Bu yerga qaytib kelib Amerikada yashashim kerakligini tushundim. Men murabbiyim Valverdega yozdim. Mayamiga kelib shu yerda shug'ullansam bo'ladimi dedim. U menga hozir bo'sh xonalar yo'qligini aytdi. Men unga aytdim, men Amerikada yashashim kerak va istalgan joyda yota olaman. Mat, Pol, umuman farqi yo'q dedim. Men shu yerda yotaman. Bu seni uyingmi? Afrikadan bu yerga ko'chib o'tganimdan beri bu divan men bilan birga. Kechasi uxlashdan oldin bularni tushiraman va yotib uxlayman. Ertalab turib bo'lsa, bularni hammasini joyiga qo'yib qo'yaman. Men qaytib ketish reysimga ulgurishim kerak, lekin undan oldin seni bir Mayamilik do'stim bilan tanishtirib qo'yay. Uni oldiga boramiz hozir. U senga nimalar kerak bo'lsa bu yerda yordam beradi. Seni u bilan tanishtirib qo'yib men qaytib ketaman. Bugun meni yig'latding. Jay. Men senga mehmon olib keldim. Unga yozib ko'raychi. Bu rasmlarni ko'rishi yaxshimikin? Sadio Mane'ga o'xshar ekan. Axir bu meni oilam-ku. Yo xudo. Men seni aynan shu yerga olib kelmoqchi edim. Menga qara, Temba. Bu yerda kimdir yashaydimi yoki yo'q bilmayman, lekin bu yerga seni olib kelib ko'zlaringga qarab bitta gapni aytmoqchiman. Bu uy seniki. Tabriklayman. Yo xudo, rahmat. Aytganimdek seni hikoyang meni juda ta'sirlantirdi. Sen zalda divanda yotib yuribman deganmiding? Bo'ldi, endi divanda yotishni yig'ishtir. Bu seni uying. Tabriklayman. Endi oilang va bolalaringni olib kelishing mumkin. Rahmat, rahmat. Bu uy bunchalar ajoyib. Senga katta rahmat. Bu mehmonlar uchun xona. Xohlasang buni boshqa oila a'zolaring uchun ajratishing mumkin. O'ylashimcha bolalaring ham bu yerda tursa bo'ladi. Ha, albatta. Bu esa seni xonang. Axir bu anavi oyoq kiyimdan-ku. Seni oyoq kiyiming bilan bir xil-ku. Ha.
Bilaman, mashg'ulotlaring uchun ham kiyimlar kerak. Bu yerda barcha turdagi mashg'ulotlaring uchun kiyimlar jamlangan. Bularning barchasi o'z proyektimdan. Endi men senga bir narsani aytsam. Men ozroq pul yiqqandim bu yerda uy olish uchun. Endi bu pullarga vatanimga qaytib qishloqdoshlarim uchun yana bir quduq qurdiraman. Men uy olishim kerak edi. Endi meni uyim bor. Bu pullarni men ular uchun sarflayman. Thank you. Beautiful. Thank you so much.